Murod og'ayni yaxshimisan? Ziyod yaxshimisan o'rtoq? Qani ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Ozgina puldan mujdali joyim bor edi. Imkoning bo'lsa $500 berib tur. O'rtoq, endi ishlarimni joyiga qo'yayotgandim. Arendaga mashina jentran oluvdim. 15-ga chiqib bera olaman desa, o'sha arendan pulini berib tura olaman. Mana o'rtoq, faqat ishondimi? Daraga top. Yoshligimda o'sgan og'aynimsan-da, har doim ko'nglim ochiq bo'lgan. Qaytaraman. Zo'r bo'ldi. Bo'ldi, og'ayni ko'rishamiz. Assalomu alaykum Jamshid aka, tuzukmisiz? Rahmat. Aka 5 kun kech qoldi arendani kuniga. Xabarim bor. Aka 1 kun vaqt bering. Oladigan joyim bor edi, shuni ola olmay turdim. Ertaga yetkazib olib beraman. Nega o'chirib qo'yapti bu? Arendamni to'lashim kerak edi-yu. Qarab ko'ring-chi yana. Ziyod, yaxshimisan? Aka, assalomu alaykum, tuzukmisiz? Qatda yuribsan o'rtoq? 15-ga deb qarzni oluvdik. Arendamni to'la olmay yuribman. 20-chi bo'ldi o'rtoq. Beraman o'sha pulingni. Nima shu pulga muhtojmiding? O'zi yoshligingni nimadir bersang, darrov so'rab chiqarding. Bari o'sha ziqnaliging qolmabdi-da. To'xta. Qarz so'ragan paytingda ko'zingga shoh bo'lib ko'rinadi. Qarzimni so'rab kelsam, ko'zingga gadodek ko'ryapman shekilli. Hayot qiziq-a? Seni tushundim. Omadingni bersin. Kerak emas o'sha qarz.